Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan men Mirshod Altinov. Bugun Jetur Buxor avtosalonidamiz azizlar. Ko'rib turganingizdek, Jetur T2 modelining birinchi pozitsiyasi avtosalonda bor ekan. Hozir respublika bo'yicha muammo bo'layotgan avtomashinalardan biri Buxoroda turibdi. Bemalol bir kundayoq rasmiylashtirib olib ketishingiz mumkin. Rangi qora, jigar yoki-da masalan, mana bu titan, ya'ni titanoviy ranglari ham hozirda nalishda turibdi. Xo'sh, azizlar, 18 mягкий diskobalon bilan jihozlangan. Ushbu avtomobilimiz dvigateli 1.5 turbo 184 ta o't kuchi bilan jihozlangan. Azizlar, 184 ta jaydari o't kuchlari. Xo'sh. Bu ko'rinish nima deyapti? Ko'rinish xuddi gelik yoki ana Range Rover Defender deydi-yu, o'shani sizga o'shani eslatadi. Xo'sh, 360 gradus kameralar bilan jihozlangan. Mashinamizni ikki xil pozitsiyasi mavjud azizlar. Hozirda nalishida turgani, masalan, birinchi pozitsiya, lekin ikkinchi pozitsiya ham hozirda srok поставка bo'lgan. 10 tadan 15 kishigacha, где-то taxminan endi adashmasam, 15 kishigacha odam topshirib qo'ygan. Bemalol agarda topshirmoqchi bo'lsangiz, siz ham qo'shilib 10-15 kungacha mashinangizni olib ketishingiz mumkin. Azizlar, hozirda nalishida shu rangi bor. Bir kunda yo'q, sentyabr oyidagi hozir sentyabr oyi bo'lsa agar sentyabr oyidagi videoni bemalol ko'rib olib ketishingiz mumkin. Xo'sh, 5 ключ bo'y dostuplar bilan jihozlangan ekan. Mana bu salonga обязательно borku, o'tirish payti buni oddiy o'tirib bo'lmaydi bu mashinaga. Nimagaki, обязательно ruchkani ushlab keyin chiqib bo'ladi. Shunaqa darajaga mashina baland azizlar. Men o'zim maza qildim, nimagaki komfort realniy hozirgi zamonaviy mashinalarga o'xshagan komfort berilyapti. Monitor displeyni qarang, kattaligini. Monitorning kattaligini qaranglar. Uyingizdagi televizor o'shanga o'xshab ketadi-da, lekin realniy. Oddiy rulda azizlar, oddiy rulda 3 ta rejim bor ekan. Qaranglar. Sportivniy, komfortniy, lегкий. 3 xil rejimni qaranglar. Rulni o'zida ya sport rejim emas, rulning rejimi bor azizlar. Rulda 3 ta rejim. Xohlasangiz bemalol multimedia, cruise control hammasi mashinamizda jihozlangan. Xolodilnik ham bor ekan daji, ichimlik qo'yishga. Kamerani ko'rsating, hurmatli videochi. Mana. Ko'ryapsiz kamerani, qaranglar. 540 gradus kamera. Polni obzor, krugovoy pasarni ham ko'rsatar ekan. Maza qilib yurayotgan paytlar balonlari ham polni ko'rsatib, oldin orqalarini ham ko'rsatib berar ekan. Xo'sh. Mashinamiz Apple CarPlay, Android Auto bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, полный sbor, komplekt hamma narsasi bor. Xo'sh, salon ko'rdingizlar. Sayohat uchun, cho'llar, tog'larga chiqish uchun men o'ylayman, ajoyib mashina. Oynalar bitta bosishda ko'tarilar ekan, детский zashda 4 ta oynasidan bor ekan. Xo'p, buni ko'rsating. 2 sloylik oynani qaranglar. Hozirgi mashinalarda bitta oyna bo'lsa, bunda 2 ta oyna broni plyonka ichida bo'lar ekan. O'sha uchun men shular taraflama mazza qildim. Xo'sh. Mashinaning orqasi ham обязательно qarang, ruchka bilan chiqish kerak bo'ladi. Abagrev sistema 4 ta o'rindiqda bor ekan, rullarida ham abagrev bor. Xo'sh. Podlokotnik juda ham keng, salon keng. Gap bo'lish mumkin emas. Minus degan narsa yo'q. Kojani qaranglar. Koja, alcantara polni qilingan. Xo'sh. Diskli tormoz orqalarida ham mavjud. Mana buni orqalari ham dizayni o'zgacha. O'zi Arabistonda eng ko'p sotiladigan modellardan biri T2. Nimagaki ko'p cho'llarda bilasizlar, arablar shunaqa kvadratli formani yoqtirishadi-yu. Ko'p olishyapti shu mashinani. Birta bosganda avtomatik bagaj o'zi ochilib keladi. Bagaj kengligini qaranglar. Bu yerga bemalol propan, aytib o'tganimda metan, olib penoplastlarni yechib, metanlarni ham qo'ysangiz bo'ladi azizlar. Mashinani gapirib o'tirsak, to'g'risi funksiyalari menimcha daji o'zingizning miyangizga qolmaydi. Kelib, живой haydab ko'rganga yetmaydi azizlar. Haydab ko'rib, test drive, absolutno bepul trading xizmatlarimiz ham mavjud. Bemalol tashrif buyurib, avtosalonimizdan mashinani живой ko'rib olib ketishingiz mumkin. Asosiysi hozir naqd pulga turgan ekan. Mashinamizga рассрочка bor deyishdi. Рассрочка
2 yil muddatgacha ekan. 50% berdingiz, qolgan 50%ni o'z tan narxini bo'lib to'laysiz. Yana asosiy narsa shuki, mashina o'z nomingizga rasmiylashtirilgan ekan. Lizingga uchramanglar. Lizing hozir ko'p problemalarni olib kelyapti. Lizing 3 yil 4 yildan keyin nima bo'lishini bilmaymiz azizlar. O'shanga o'z nomingizga bo'lgani tinchroq. Mashina rassrochkada 50% berdingiz, даже aytgancha 25% ham bercha ekan. 25% boshlang'ich, ya'ni $10,000 bo'ladimi? $10,000 mashinani bir kundayoq olib ketishsa mumkin. Rassrochkada 2 yilgacha. Shoshilib qolinglar, bunaqa aksiyalarni qo'ldan boy bermaslik uchun bizaga obuna bo'lib qo'yinglar. Like, podpiskani ayamasdan kommentariylarni yozib tashlang. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol menejerlarimiz bilan bog'lanib, chiqib savol-javoblaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Mirshod Altinov bo'ldi.